Nima ishda so'rang. Balam bu yil 12 yoshga o'g'il bola o'tdi. Ertagan maktabni to'labdikan, bag'an 6 sinfda o'qiyotdi. Yatak etib o'qiyotgan bolachi. 2 hafta bo'pti bu bolaga shu tarbiya darsida tozliq o'rgatishga yadi, boshqa bir sinfdagi bir 15 yoshli o'g'il bola chiqilib qo'yapti. Maktabning ichidami? Maktabning tozliq uyida. Maktabning tozliq uyi degani u ommaviy tursa, uningda o 10-20 bolalar bor tursa, bu qanday chiqilib qo'ya oladi? Uni yerda shu ishkilini ikki so'roqlashi bor ekan shu yerda. İlk bola bekroq cho'ng bola ekan, men ertagan bilib ko'rdim. O'qituvchilik men xonimga desam, uni qilaman, buni qilaman deb tahdislab bolam ota-onaga desam, maktabga kelgan qilaman deb bolam tahdislab qo'rqitibdi. Qolgan ikki do'st qarab turibdi mashada. Qarab turibdi bu ishlar bir safar emas 4-5 qitim yuz beribdi. Bu bolaga ko'rgan bolaga sanab ma'ab pul olib kelaman deb tahdislab ekan bolaga. Bu ikki bolaga ma'abda uy ketib kelgandan keyin pul bermabdi. Degandan keyin xonimga deb qo'yapti bu ishni. Bundaq shart maktabning mas'uliyati bormi yo'q, bundan bu bolamning nimasiga qanday qo'llayman? Shu to'g'ridan sizdan bir masala so'ray deb yapgan. Bo'ladi. Bu ishda maktabning mas'uliyati bor. Undan keyin buni agar davolash ilib berib qolsak, sug'urta shirkatining mas'uliyati bor, to'lam mas'uliyati bor. Ham shundaqla shu qilmishni sodir qilgan bola va uning ota-onasining mas'uliyati bor. Juma? Maktab masalan, maktabning ustidan qanday biz mas'uliyat so'rashqaq bo'ladi. Men bayatın degan subyektlarning javobgarligini surishtirib sud mahkamasiga arz qilsangiz tamamen bo'ladi. Ma'qul. Ma'qul.